Bo'stondagi obyektimizamiz, obyektimizda eshiklarni kelganmiz, eshiklarni o'rnatib bo'lib qoldi, xudo xolasa. Shunday xato bilan eshiklarni o'rnatganmiz. Bu eshikimiz yarmarka, buni orqasidan yana eshiklarimiz bor. Bize o'rnatgan eshik oldinroq boshqa yere eshik o'rnattirganlar. Bu ham ilmiy eshik, bu ham ilmiy eshik. Bizning ish bilan bu eshikni qisqacha farqlarni ko'rsatib o'taman. Bunday durgan Ruscha, shu ko'rinishida Ruscha turibdi. Petlasi, kuloplari 3 tane katılgan. Bizde de Ruscha shu ko'rinishda yine kuloplari 4 tane kulop qo'yamiz. Ilmiy eshiklarda shuruplar katta xizmat qiladi. Shurupni yaxshisini press shaybalasini qatirish kerak bo'ladi. Shurup nito bo'ladigan bo'lsa, ugullari osilib ketadi. Ugullar ochilmasligi uchun yaxshi samayzlarni qatirish kerak bo'ladi. Bunda 2 tane shurup qatirganlar. Bu ugullar bir-biridan 2 bu tarafına 3 tane oddiy shurup qatirganlar. Endi bize ishlatgan shuruplarimiz o'zini maxsus press shaybalı shuruplar. Shu ko'rinishday 3 tane o'q qo'yibmiz. Eshikimizni ochilib yopilishi. Eshik yurtmay borajak bo'lsangiz, eshikingizda shu narsalarga ahamiyat berib o'ting. Agar bu ko'rinishda ishlangan bo'lsa, sizning eshigingiz arzonchi variantda ishlangan bo'ladi. Bu ekonom variant deyiladi bu eshik. Bu esa uzoq yillar davomida muammosiz xizmat qiladigan varianti bo'ladi eshikni.